Assalamu alaikum qarindoshlar. Men Qashqa Seriq bo'ydim. Men chiqqil o'zi yillar bo'ldi. O'zi yillar bo'lgan bo'lsa-mu, biroz ko'rishib turadiq. Ruh tuqqan ota-onamiz bilan. Bu 7-8 yil bo'ldi, hech ko'rishamadik. Buning sababi Xitoy saqchilarining uyga bostirib kelib, har 15-20 kunda bir qatim o'ytkilarni bearam qilishi. Bu sababdan ko'rishamadik. Bu ko'rishamash sababi Birodarlar, islom bilisizlar. Biz şu vatanning egisi bo'lganligimiz uchun, Uyg'ur musulmon bo'lib dunyoga turilganligimiz uchun bizning qilayotgan zulm. Bo'lmasa biz qaroqchi, bo'langchi emas. Biz faqat Uyg'ur musulmon shu vatanning egisi. Buning uchun qilayotgan zulm bizga. Bu zulmni dunyo qaraydigan bo'lsak, birodarlar, hech bir hayvon, bir inson emas, bir hayvonga bir tartmaydigan bir zulm tartibdik. Bunun için Müslüman qarindoshlar şu yerga yetayotgan şu qavm qarindoshlar uchun bo'lsa-mu, ovoz bilan duolik berishinglarni umid qilaman.